Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar. Kimda zotiljam, pnevmoniya, nafas yo'llarida shamollash, hattoki o'pkangizda onkologik kasallik, saraton, ya'ni rak bormi? Bitta guvohni ko'rsataman. Shuni toping. Faqat to'g'risini aytinglar, kim yoshligini eslayapti? Nonchalarni bilasizlarmi? Maza qilib yoshligida hamma yemagan inson o'zi yo'q bu narsa. Bismillah. Ana shunga boqing, qarang. Mana shu bargini quritingda teng hissada krapiva, ya'ni chayon o'tni qo'shasiz. Va ana shuni 1 yoki 2 osh qoshiqni 1 litr qaynoq suvga damlab, 3 mahal 4 mahal iste'mol qilasiz. O'pka saratoni uchun o'rtoqlar. Agarda bunga qo'shishga krapiva, ya'ni chayon o't topa olmasangiz, qarang nima qo'shasiz. Molochay, mana buni bilmagan odamning o'zi yo'q, molochay mana. Suti bor. Ana shundan bir tomchi hoppa qo'shib yorasiz. Bo'ldi. O'sha damlamaga mana malivani o'zini damlagan vaqt. Bir tomchi sutidan qo'shasiz. Bo'ldi, yetadi. Ana shu onkologik kasalliklarni xudo xolasa inshaalloh davolamasdan qo'ymaydi do'stlar. Faqat malivaga krapiva, chayon yoki uni yo bo'lmasa mana molochoyni ustidan qo'shish kerak. Bittasini qo'shasizlar. 2-3 oy qiling, xudo xolasa boki shifo topasiz. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat. Xayr, asosida o'zingiz asrang.